Assalomu alaykum qarindoshlar. YouTube naq maydonga kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Sat bo'ldi, sal saqiltib qo'ydim. Azroq ishlar tufaylidan. Endi hozir boshlaymiz. Bugun to'xtalmoqchi bo'lgan bugun to'xtalmoqchi bo'lgan temiz bo'lsa, tunugunki menda bo'lgan bir ziyorat, bir jurnalist bilan, Angliyalik bir jurnalist bilan bo'lgan ziyorat Muradil haqida. Undan keyin Muradil haqida yana bir yaxshi xo'sh xabar. Shuni sizlarga sunmoqchi. Yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. In order to support Urhirman in our endeavors to produce the best content, please consider subscribing to our Patreon. For as low as $3 a month, you will have early access to our content, exclusive posts, Patreon-only content, insider looks behind the scenes of Urhirman, names included in the credits of each episode, and much more for other tiers, although we urge you to at least get Tier 1. For those who are more generous, we have a Tier 2 and Tier 3, which include everything mentioned in Tier 1 and a few more benefits. By subscribing, you will be helping us move towards this as a full-time job, thereby freeing up our time to focus solely on bringing you the best content. You can find our Patreon at patreon.com/Urhirman. Also, the link can be found in the description below. Thank you. Hey, Shad, is it? Yes. Yeah, it's CJ. How you doing? Hi, I'm good. That's good. Good. Thanks for speaking with me, and also thanks for reaching out to Byline Times. My pleasure. Yeah, cool. You're at Los Angeles, are you? No, San Francisco. Oh, okay. You're up the Bay Area. Yeah, I lived in Southern California for a long time, but I just moved back to Australia at the beginning of this year. Oh. So, how are you coping with all the smoke from the fires? I was working outside like last week, and then I stopped because of the so ashy outside. I just I just can't step out. Now it's coming better. The sky getting clear. Glad. Yeah, when we first moved to Australia in Melbourne, we had the same situation. We had the fires happening here in Australia, and for about 3 or 4 days you couldn't go outside. The smoke was too bad. We'll probably just we'll run for about 15 minutes. I'm certainly very interested in learning about the story of Muradil Hassan, who you've obviously been in contact with. Yes. I'm ready for any question, and yes, we published a lot of article about him, and we made a video. We try to keep reporting him till we let the world know about him. Yeah, great, fantastic. Well, hopefully we can help. Alrighty, I'm just finalizing my setup here, and we should be ready to go in about 3 seconds. All right, let's start. Okay, sure. And I'm saying your name correctly, Shad? Yes, you can call me Shad. That's my short name for Shadman, actually. Okay, great. All right, here we go. 3, 2, 1. Good evening, Shad. How are you? I'm good. Good evening, man. Yeah, mate, it's good to speak with you. And as we were talking about off air, thanks for reaching out to me via Byline Times, in particular in regards to a story which had actually grabbed my attention, funnily enough, about 2 weeks before you had contacted us. And that was to do with, a Uyghur by the name of Muradil Hassan. I was sent one of his YouTube videos. He's a homeless Uyghur in China, recording himself and talking about the atrocities that the Chinese Communist Party
is carrying out against the Uyghur. What can you tell me about Murad al-Hassan, because you've been in contact with him? Yeah, the best term, we should not focus on he's a homeless, because I know in the Western country it's like homeless kind of like somewhat connect to the failure or loser. But he is a guy know like 3 different language. He's highly educated, and he able to make a video, edit videos. He's pretty successful guy actually if he's not Uyghur, you know, but right. Since he's Uyghur, he had to leave, he had to escape from his homeland, and because of his identity and he's Uyghur, so no company hire him, and for his safety, he choose to don't use the Chinese SIM card, so he has to become step by step become a homeless, and after 2 years, he finally realizing the situation getting more and more serious, so he need to speak up. He told me earlier, he contacted me when I was doing my fitness challenge. He said he's Uyghur from China. I was like, are you serious? I can't believe, you know, so I wasn't pay that much attention. I think he's just kidding, because that's not too many Uyghurs is doing that. It's almost impossible. Whoever not even speak up is getting arrested, getting like is living a dangerous situation. At that time, he said, "Oh, I will make a video in the future, but I give my testimony about my parents, blah blah." I was like, "Oh yeah, good luck with that." Then I can't wait to see. But eventually, he did. He published the videos. Then I know he's a real person, and then that same night I gave him interview. And then on my YouTube channel, Uyghur Man YouTube channel, and then I said, "Are you ready? Are you serious? You're gonna be in trouble if you do such a testimony inside of China, because of the fear. A lot of Uyghurs outside China also not that brave enough to talk about what's going on, what the China is doing to us." That's amazing, and that's how that guy inspiring me and my team. My team is a Justice Believer group. I tried to check how many real Justice Believers. He's the first real one, and we lost our member already. So that's make me think a lot. You know, am I doing that serious and that dangerous stuff, or what should I continue? You know. During the interview, I asked him, "What do you exactly want? What can I do for you?" His only answer is, "Please spread my voice to the world and let the world know about what's going on. Let more and more people know about it." And then, okay, after he arrested, he disappeared. We got journalists from the Free Radio Asia. Just contact with the information he provided on his testimony. They called the local cops, community Chinese officers. It's proof. Everything he said is right. He has a mother exactly same name as he mentioned, and his mother got a woman like a sterilized surgery. Everything matched. I made another video about that. That's why I tried to contact more and more media to report his story, and I'm really glad you reply me, and I'm here now. Yeah, terrific. I mean, yeah. So I mean, his situation. He left Xinjiang or what was East Turkestan or Uyghustan, whichever way you want to refer it. But he left his home 2 years ago. So he's been on the run for 2 years. What about his family? What is the status of his family? From 2018, since he stopped taking out his phone card, SIM card, he had no idea about what's going on with his parents. But before he left, he realized his mother got that surgery called the woman sterilized surgery, and he saw the concentration camp. But from the call of the journalist to his community, we figured out his mother always say like he miss his son. His son disappeared for 2 years. He had no contact. Wow. Yeah. And so how is he? How is he surviving? I mean, I asked him about it. He said there's since we're Muslim, we only eat halal food, but there's some Hui Muslim restaurant. I also a lot of Chinese know like everywhere there's a halal Hui Muslim restaurant. Sometimes they give him a free meal because this is part of our religion. So
But he told me most of the time he eat 1 meals a day, and sometimes he can able to get 2 meals, but can't be more than that. And most of the time he sit and sleep in the KFC, and sometimes he got kicked out. But just take a nap like 1 hour, 2 hour, and keep moving like that. He have a bicycle to keep moving around, and he have a phone without any phone card. So that's how he used the VPN to get the public internet and just search online and see what's going on outside. Eventually, he made a video and published it on YouTube. After 3 days, he got arrested. Okay, so he has been arrested now. September 5th, the last message I got from him is what we were talking about. Because of I started report him, so a lot of Uyghurs among our community start to get really curious because this such an unbelievable, like a brave, fearless Uyghur. So everyone like really want to know is that he's right or not. So I tried to set up him with our community for the Q&A. A question and answer on my live stream. He said, all right, I will be there as usual, because he always come to see my streams. But that day he didn't show up. I will start worrying about him. Second day he didn't show up. Third day he didn't show up. Then I feel like, okay, that time I still not confirm, can't say 100% he got arrested, but in my side, in my heart, I feel like, yeah, Chinese communists definitely start searching him. And from the Free Radio Asia journalist phone call with his hometown, what we got, actually he got arrested. And this right. And so, I mean, it's just it's a startling example of how effective China's surveillance technology is in China, because I mean he was only posting these videos on YouTube only recently, and the Chinese authorities, I mean in a country of 1.4 billion people, they found him very quickly. We were worried about him. I asked him similar question. I said, how are you surviving from those technology? He told me since coronavirus like everywhere now, like people has to wear the masks, that's why like it's better. He told me he might longest survive, like not gonna be more than 3 months, but actually he just got in 3 days. Right. Yeah. And you know, you've been following the situation closely with what is happening in that part of China, or I don't know. I know you would only be speculating, but you know, what fate would await him? I mean, certainly he would be sent back to Xinjiang, I would imagine, and put in one of these internment camps, if not prison. Oh yeah, definitely. He gonna be the really serious like punishment. I mean, regular person like with a beard, like with a scarf, can take into the concentration camp for sentence couple years. You can see he already becomes a top list enemy for Chinese Communist Party. Here's another story. Right after I reported him, couple days later, like before he, right, I think the same day after he got arrested. He disappeared. My sister called me with like begging me, crying. Like I also posted on my YouTube. Like my sister just called me, please stop. We know what you're doing. I never told them what I'm doing. I'm speaking for the justice like that. I'm always say, yeah, I'm good. I'm just working. I'm chilling with my family like that. But my sister just texted me through WeChat voice chat a lot, and I listen one by one. It's all about just begging. She's saying, please, thinking about my parents, our parents, me, and I have 2 daughters. Please don't do that. And she's like really begging me, screaming, crying. That moment I was like hesitated for a couple seconds. What should I do? Then I was like, okay, I don't care anymore. I can't. I have to report this too. I posted on my YouTube as well. See, you can see this. He's a real person, and the Chinese Communist Party really tried to silence whoever is speaking up for him. Yeah, I mean, the first time I saw, I believe I only saw the one video, and I think it went for about half an hour or 40 minutes. And when I first saw it, I couldn't believe it that here was video coming out from within China's border of a Uyghur man testifying about what's happening to his people. I mean, this kind of material is almost impossible to get.
Yes, that's why, like, even among us, like, we kind of like, hold on, what's going on? A lot of people quite try to be silent, but some people try to saying, oh, he might not a real person, he might just. But I was like, from the beginning, he was following me. When I'm doing fitness, he gave me inspiration. Like, I was not fully believe he's from China at that time, but. I'm kind of like trust him a little bit, and then after I saw his videos, then I was like, okay, this guy definitely real. And his first video is about in Uyghur language. He basically saying, be fearless, be fearless. If we still scared to speak up for our parents or for our freedom, we gonna eventually get wiped out from the world, from the earth. That shocked me too. That's inspiring me a lot. That's totally right, and definitely agree. So that gave me power, and my group is these days getting more and more active now. Even though my parents get surrounded, like my sister begging me, I can't care that much because of it is really serious moment for Uyghurs. Yeah, I mean, what about you? You obviously moved to, I was just reading a little bit of background on yourself, and you obviously moved to the United States and to do postgraduate study, and I presume you've been living in the United States a long time now. But do you have family members who remained? And yes and no, not my direct families, not my parent, my father, my mother. I know my father, my mother, and my sister is fine, but I got every time I ask my other family, my father are every time kind of mad. He kind of, this is sensitive topic, I'm not allowed to ask. That's why I only just want to know, are they okay? But from some information I got, like 2 of my friends I know only, like I have a lot of friends, but I only get information of 2 of them get taken to the concentration camp, and 2 of my uncle taken to the concentration camp. I know one of them got released after 1 year because I saw his picture. No video call when he was next to my father. He just shows a screen to my uncle. He become extremely skinny, and he is a religious guy. That's why he used to have a little beard. I was like, I didn't even realize he might taken to the concentration camp and released recently. I just joking and asking him, oh, where's your beard? You look funny. Like, he said, oh, I went to study for 1 year. That's why. Then I know, because we're talking through the WeChat, they can't talk that much. So they just say that's a scoop as a code, like I understand. Oh, that's why. And another of my uncle who has 3 kids, with his wife, also taken to the concentration camp. I have no idea where he is now. I don't know. Maybe he got released or not, but that's all I know. And my sister's husband also is working somewhere, like can't even come back to see their family. My sister their daughter can't see her father because of he's working hard somewhere. I don't know. I'm not allowed to ask too much question about inside of what's going on. So to be clear, you're the only one from your family who lives in the United States. Yes. All of your family are back in East Turkestan. Yes, you're right. Right, and this must be. It's not like you're never going to be able to go back and visit them, right? Oh, never. Actually, I never participated anything about politics before because I have my own dream, and I don't like, because it's so hard to get figured this out for us. And I promised my parents I have to go back. They don't want me to go. When 2015 I tried to study for my master's, they worry about losing me, just what happening like now. I said I promise them I'll definitely come back and I won't involve anything politic. Trust me, I just go and see what's going on outside and learn some knowledge and come back, get a better job. Since I can't get a fair job in my own land, even though I am studied Chinese school from 6 years old and I have 2 bachelor's degree, I didn't get a fair job like my Chinese students. That's why I want to get better education and get a fair job. I finished 2017 December, but 2017 summer I went back and they took my passport that summer. They investigated me for 3 months and I almost cannot come back. And I know how serious it is. I saw all those cops, soldier actually, not cops,
just driving around everywhere is like a war zone. I'm really scared, and they took my passport. And I was keep begging, I'm keep like promising them, and I said, oh, I'm just regular student. I want to finish my last semester, and I will come back, please, just to give my passport. And then they agreed, but they let me sign some paper, and they took my DNA. They record my voice again, just like every single Uyghur apply passport again. Eventually, I got my passport like almost like the same day with my flight ticket. And I come back, I kind of like escaped from there, you know, from my mind, in my mind. Then my father, my parents still wish they can see me one day, but for my safety, I can't go. No, I mean, I know you're doing your podcast and you're writing under a pseudonym, but yeah, you would be, I would imagine, automatically detained the moment you arrive back on Chinese soil. Not even step out from the airport, probably. That happened to me 2017. They just arrested me because I'm a Uyghur. They just catch me, took my all baggage, like all my bag, and they check everything, ask me a bunch of questions. They check my phones, they checked my computer laptop with me, and yeah, they have some device just to plugging, and then everything just copied to their system. I saw them did, you know, in front of me in the airport, the office, COPS office. And since I didn't involve anything that time, I don't even share anything because I'm scared. I'm really feared because of my parents. Everyone is in China. So even though while I'm doing my masters, I try to don't use Facebook because of all Facebook is about how's it doing bad things to us. It's really affecting my mood and make me depressed. So I try to don't think about it. Eventually, like the guy, like Murad Al-Hassan, inspiring me, and now I'm speaking up. I try to be fearless Uyghur like him. Yeah, I mean, it's just, the kind of activism that you're doing, and certainly the activism that Muradel was doing. I mean, he was risking his personal well-being and safety. But in doing what you're doing, you're also risking the well-being and safety of your family. It's a terrible potential price for any Uyghur to speak out against China. Yes, that make me like I was at the first second. I was also, what should I do? You know, should I report him? But when someone comes to screaming for help from you, and you cannot thinking, okay, wait a second, I have my parents, I can't help you. That's not any human being or like as moral is not allow me to do that. That's why I mean, I have no choice to not report, and then since I'm already report, so I have to be more fearless and keep going. Yeah, well, mate, you're a shining light, and again, thank you so much for reaching out and coming on this podcast and sharing the work that you're doing and helping amplify Muradel's voice. Let's pray that he's a terrible fate hasn't befallen upon him, and that somehow, by some chance, he comes out the other end of this unscathed. Yes. But Shad, thanks so much for your comments on the podcast today. Yes, thank you so much, Seiji. And if you guys want to know further information about Murad Al-Hassan, just follow my YouTube channel called Uyghur Man. Thank you so much. Yeah, no problem. Will do. Oh, mate, look forward to talking to you again one day soon. Okay, yeah, I can't wait to see that. Okay, thanks, Shad. You take care. You too. Bye. Cheers. Bye-bye. Bye-bye. Assalomu alaykum qarindoshlar. Shu muxbir bilan bo'lgan Angliyaning muxbiri bilan bo'lgan paranglashishimiz. Asli bu muxbir Ulishkin, bu CG degan muxbir Ulishkin telefon qildigan bo'lganda, men shu nomerni saqlab,
Shuncha o'ttasam qimmidi. Axir men qopib yarim soatdan keyin futurizmdan bu nima ishib ketdi desam, birdamdan keyin qaytiribdi. Oy kechiksak qo'lamda bir kun men bak aldirashib ketdim, qo'lamdagi ishlar bakala qistab ketdi deb bu deb. Bo'ldi chata yo'q dedim. Tunugun kechdi, yana o'ttasam yo'q. Yana shu yarim soat bo'lgandan keyin men kiyimlarimni sap tashitib achchig'im bilan bundan yezib qo'yma, bu muxbirmi sendek bo'lamdi, vaqt ko'z qarash degan nol bu deb bir qaqshab qo'yay deb shuni ola o'ttasam o'zimni aran tutib o'ttasam shuni tayyor bo'ldingmi deb yarim soatdan keyinga qilibdi. Bo'pti men tayyor deb yana o'zimni achchig'ini ichiga jitib paranglashdim tunugun shuni yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, ammo bu butun nusxasi emas qarindoshlar. Bütün nusxası emas, bu faqat meniliqi ovozim yaxshi original asli nusxasida ovozim mening ovozim tuvan, buning ovozi ching chiqibdi-ku, alaqa. Shuningcha uni bevosita qo'yay desam bo'lmadi, ham buni shu asli nusxasini shu bizni qo'llovchi guruhda shu Patreonga qo'yib qo'yma. Patreonda guruhlar ko'rsa bo'ladi. Hamda mayada shu hamda azroq yaxshi chiqmagan yerlarni ovozim uzilib yo'misi bagiliqi ovozim bo'sh chiqib qolgan yerlarni kirgizib qildim qarindoshlar. Shuni bir deb qo'yay deb ham. Endi 95% balkim 1 minut ya 1,5 minut qiyarni kesib o'tgan bo'lishi mumkin shu suhbatning sababidan. Ammo mushtaq podkastlarimizning, mushundaq jiddiy xabarlarimizning naq maydondan ham shu asli nusxasini anglaymiz desanglar, bizga a'zo bo'linglar qarindoshlar, bizni qo'llab qo'yinglar. Patreon kirib a'zo bo'lsanglar, bo'lmadi degan ayda 3 so'mlik, 3 dollarlik qilib qo'ysa a'zo bo'lsanglar, hamma bizning mazmunlardan bahramlanasizlar. Birinchi vaqtda ham to'liq nusxasidan bahramlanasizlar. Bu mening ash tunugunki men dedim, bomba deganda bir necha xabarga Murodilning ishini cho'qim doklad qilib, oxiri haqni izlab topilmayapmishlarni report qilg'izmiz dedik. Yaxshi boshlanish hamda yaxshi bo'ldi. Mana chatayliklar hayron qoldi. Buning bunchalik boturligini deb bu endi yaxshi boshlanishda mangidi bu endi. Bizni qo'rqmaylam qadamni ap mangsak, tashlasak, bu shunda qilamiz. Xudoyim bilsin bu CG degan bu byline time'dan bizga yordam qildigan bo'ldi, ovozimizni jiqaroq yetkazib berdigan bo'ldi. Yana bir xabar, men ulishkunki live stream, ulishkunki doklatimda ma xabar YouTube streamda Erkin Asiyadan bizning shu Shuhrat Ushurdi akamiz iniqlabdi u bu dedi deb chiqadim. Akamiz yana bir e'lon qildi, yana birini e'lon qildi bugun. Men uni shu naq maydon o'rlashtirib olsam avatibdiki, menmi ko'rgidek bo'lmadim. Shunlashqa bu yerda billa anglashni loyiq ko'rdim qarindoshlar. To'xtanglar. Vaqtini aytgan. Baştan qo'yay qarindoshlar, baştan sal ta'xir qilib turinglar. Hozir chiqdi. Voy bu torbat ichilmaydi. Ha mana. Başlandı qarindoshlarimiz, bu shu Erkin Asiya radiosidagi Uyg'ur Shuhrat Ushurdi akimizning shu Murodil Hasan to'g'riliq turg'izib ishlagan xabar ekan. Yana bir anglab boqaylik. G'oyib Murodil Hasan Amerikadagi YouTubechi Shodimon Mahmud bilan o'tkazgan suhbat xotirasida o'zining YouTube'da uchur va bayonot e'lon qilishni 3 oycha davomlashtirish planini borligini aytgan. Bir soat ish kelsa, buldukça dağıtıyor. Siz o bunun dersini sağlamadınız. Bu işini kança güzel dağılıştıramayız yani. Zanlı hatırı kançılık ayda ekaya geçersin. Bu işi yapma bir şayet dağılıştırmaları koymayın. Ama şundan bir qancha soat o'tgandan keyin uning tashqi dunyo bilan aloqasi uzilib,
izdirki g'oyib bo'lgan. Şum xabar. Bugun 3 kun bo'ldi. Taxirliq o'g'lonimiz Murodil Hasan yo'q. Çünkü kunda telefonda tekshirib turibman, shu Discordda biroz gap qilib o'g'chi Murodilniki deb qarab başında qilib ketib borman, biroq jimjit bu balni biroq yo'q bo'lib ketdi deyamayman. Biroq ansirashga arziydi. Chiqib qolsa, paydo bo'lib qolsa bu balla texi yaxshi, bu mallarning bagini, lekin hozircha yo'q. Norvegiya faoliyatchi Abduvali Ayub 9-sentabr Facebook'dagi bir yozmasida Murodil Hasanning tutib bo'lganligi haqida vatandagi ishonchli bir manbadan uchur kelganligini oshkorlagan. Biz bugun Uyg'urlarning aloqador idora organlaridan Murodilning oqibati haqida ma'lumot so'radik. 通报还没到我们这一级，就是说我是一般干部，可能还没到我这个级别。 Abdurrahimov Jihi nazaratidan telefonimizni qabul qilgan bir xodim o'zining Murodilning ahvolidan xabarsizligini bayon qildi. 你说的这个人是哪里的？然后我肯定没法了解。 G'oyib Murodil Hasan YouTube'dagi bayonotida o'zining 2018-yili Onsuda lagerga tutilishdan saqlanish uchun o'zi oliy maktabni o'qigan Jansu o'lkasi qochib kelganligi. Ben şu Uyg'uristondagi Aqsu diyoridan Aqsu Onsudan Munosibdan Murodil Hasan şu Onsuniki Jambazir tug'ilgan. U ish izlab Shanxay va Nanjinglarga borgan bo'lsa-mu, Uyg'ur kimlik sababidan ishga ilinmaganligi yoki bir necha kundan ishdan chiqarilganligi, 2 yildan beri ishsiz yashayotganligini bayon qilish bilan birlikda Ben nazir Xitoydagi ishki o'tkazishda sargardan bo'lib yashayotgan, o'zim 2018-yil 1-oydan keyin Xitoy o'tkazishdagi Jansuda oliy maktabni o'qigan, o'sha tutib chiqqan. Uyg'urlarning jiddiy siyosiy vaziyatini oshkorlagan. Uyg'ur rayonlik adliya nazoratining bir xodimi nazoratga tutqunlar tizimligida Murodil Hasan ismli bir kishining bor yo'qligini so'rganimizda Uyg'urlarning ismining nisbatan uzunligi va har xil yozilganligini sabab ko'rsatib, aniqlashning qiyinligini tilga oldi. Voy, 是发听吗？对对对。呀，你能不能查一下这个阿克苏的这个名单里面有没有叫 Murodil Hasan 的一个？是这样子的，就是你刚刚说的少数民族的这个咱们患者的名字啊，有很多是重复的，而且凭这个名字的话，不太能查到这个他的相关信息，也不能确定到底是不是他本人。Murodil bayonotida yana Onsulik bir lagerning xaritasini va o'zi uchratgan bir Uyg'ur qizning majburiy emgak silinish hikoyasini tasvirlagan. In 2018, I met a girl, someone who was working in the factory, and she said she was forced by Chinese Communist Party, and they sent to the factory. Adliya nazoratidagi yana bir xodim Murodil Hasanning onasi va buvisining tutqunlar tizimligida bor yo'qligini so'rganimizda, bu tarbiyalashdikilarning tizimligidan Tursungul To'xtaniyaz degan kishilarning ismligini, ko'gini topqini bo'ladimi? Shuna qaratilgan jannatning o'xshaydi bu. Shu Aqsuning Onsu ayisi, Onsu bozorida. Aşağı bir qarab baqalamsiz. Ben şunu bir qarab baqay. Lekin hali qilish ehtimolini deb yo'qlamoqchiman. Bo'ldi. Zat siz yo'q bo'lsa yo'q, ba'os batsin bo'ldi. Bu sizga bak zo'rlanib. Ma'qul, shuni olib yaxshi bo'ldi. Sistemini axtirib kelgan bo'lsa-mu, bu vaqtda javob berishdan o'zini tortdi. Men sizlarning so'zlaringizni qilmoqchiman sizga. Bo'pti desam ham qilmashmas. Ya, to'xtang, bu so'rilayotgan narsa shunchalar yomon narsami? Siz bir davlat kadri. Davlat kadrim ki ben deyishatim men ana tartibchi mana. Telefonimizni qabul qilgan Onsu bozorlik hukumat xodimi bu vaqtda o'zining ma'lumot yo'qligini bildirib, ahvolni jihi tarmoqlarida egallashimizni tavsiya qildi. 公安局可能有所了解，但是我这个部门不太清楚，不好意思。 Onsu Nayli xalq hukumatilik bir xodim torda atalmış ig'vo tarqatgan Murodil Hasanning tutilgan yoki tutilmaganligi haqidagi savolimizga javoban uning Jansu o'lkasida tutilganligini dalilladi. 文书县党支办吗？我们想咨询一下这个网上造谣的Murodil Hasan的情况。你们这个文书县居民，他在哪里现在？他上周的时候，他在那个江苏被逮捕的，因为他攻击故意抹黑、蓄意抹黑我们中国的这个一些就是触犯法律，可以说触犯了这个法律底线了，可以说。 Ammo u Murodilning qachon tutilganligi va nerda tutirilayotganligi haqidagi savolimizga javob bermadi. Shimish Xuday bo'ldi. 他叫穆拉蒂里艾森，住所就在温苏县代布散居委会的，但是他就在江苏，在网上直接就是上网直接就蓄意抹黑中国，就是触犯了
虑的底线吧。 Bu faqat Murodil Hasanning to'g'rida atalmış ig'vo tarqatganlik uchun tutilganligini dalilidi. 所以他上一周在江苏县被捕了。 Murodilning nayt cho'ng bir ish terganligini bayon qilgan bu xodim 相关这个情况，因为他这个事闹的不是小事儿，就是很大的事情了。现在可能再过几天，可能媒体上肯定要相关这方面肯定要报道了。 uning tutilish sababi sifatida davlatning obraziga qarshi kelganligi va Onsu naysning yuzini to'kanligini ilgari surdi. 因为他这个网上这么一胡乱，就是故意蓄意的抹黑造谣嘛，所以他对甘肃县的影响力挺大的。 Murodil bayonotida onasidan boshqa yana buvisi To'xtaniyaz To'xti, Mo'mis Xonzoda va tog'isi Aqniyazlarni tilga olgan va o'zi sababli buvisining pensiya pulining to'xtaganligini fosh qilgan. 我想为我家人作证，有个名单我已经写好了，这样是我的爷爷托和娘子托和提。 Mazkur xodim To'xtaniyaz To'xtina Murodil Hasanning buvisi ekanligi va bir pensioner ekanligini dalilladi. 托和提娘子，托和提就是那个女的她母亲的爸爸，她外公，但是她外公她母亲的她爸爸的名字就叫托和提娘子，托和提，他是一个退休的职工。 Murodil Hasan YouTube'da e'lon qilgan 3 qismlik bayonoti va bir ziyorat xotirasida Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligini fosh qilib qolmasdan, yana muhojirat Uyg'urlarga xitob qilib, Uyg'urlarni Xitoyga qarshi texnik jasur bo'lishga chaqirgan. Durg'ulig'ini o'ylashlarimni Xitoy turib bu ishlarni qilishni xatarlik bu deb. Endi xatarlik deb o'ylashdingizmi bir uningdan o'ta xatarlik ish yo'q deb o'ylayman. Chunki qo'rqinchli qalamizni kirgizganning o'zi bir xatarlik ish bu. Bu bir inson har qancha erkin davlatda yashasimi, agar qo'rqinchdan qutulmasa, bu kishining erkin davlatda yashashining o'ziga va Uyg'ur millatiga foyda kelmaydiganligini nuqtali holda eskartgan. Chunki hozirgi zamon Uyg'urlarda mana shu qo'rqinchning ichida yashayotganligi uchun nurg'un ishlar qilmay keldi hamda Uyg'urninki farqini qarshi olg'a bosmay keldi. Ular kelgancha Xitoylar nomadidu. Xitoylikski ma'lum shaharlarda hozir. Endi bunday ishlarni qilganda biz dukkonni oltanga deb qo'yamiz. Bu chaqiriqni Xitoy ichi turib Xitoyga qarshi bayonot e'lon qilishdek amaliy harakati bilan belgilik ta'sir kuchiga ega qilgan. YouTuber Shodiman Mahmud. Shu bola chiqib tushkunlik ovozini dunyoga anglatgan bo'ldi. Shu bolaning shunday chiqib qilgani bu sirtdagi minglagan Uyg'urlarga o'zini ko'rsatib, chiroyini ko'rsatib, men vatan ichida qo'rqmanglar deb qahramonlarcha bir dars o'tab qo'yib, yana yo'qolib ketgan bo'ldi. Bu bola bizga degan qilgan ishi shu qo'rqma degan gapni qildi. Qo'rqma degan so'z menga shunchalik bir ta'sir qildiki, mening shu qilayotgan ishlarim bundan keyin nishonim hammani o'zgartdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, bugungi aniqlashlarimizdan g'oyib Murodil Hasanning Jansuda tutqun qilinganligi dalillandi. Ammo uning navbatda navbat tutib turilayotganligi hozircha ma'lum emas. Mana qarindoshlar. Shu men bu xabarni atugin chiqib qola yana deb atdigan qo'pqandim qarsam bu Erkin Asiyadan hech qanday xabar yo'q. Bugun jimkanda desam o'sha naq shu videoni tayyorlab qilayotgan vaqtimda menga fikr keldi. Qarsam shu akamiz avatib qo'yapti, chiqarib qo'yapti Facebook'ga. Shuning bilan men mishada sizlarga yetkazyapman. Shu tutilganligi aniq qo'balning hamsi shu. Abduvali Ayub akamiz mana dedi, undan keyin men tekshirishlar orqali mana 10 kun 2 hafta bo'libdi. Bu bola chiqib, yo'qab, undan keyin biz aniqlab bu bilib aniq tutilganligini bilishimizga mana. Hamda biz o'zimizning qallasini qattiq silkib o'tmasak, bir o'yg'anmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Yana deydiganim, yana shu ta'kidlaydiganim, yana shu boshqa shu balni men shu to'xtamay mediaga bildirishga tirishyapman. Sizlarmi qarindoshlar shu petitionlarni, ismlarni, imzoni ayamay itinglar qarindoshlar. To'xtamay tarqitib qo'yinglar. Twitterda bo'lamdi, shu Facebookda bo'lamdi, shu Murodil Hasanning hikoyalarini, shunga o'xshash dokladlarni
to'xtamay ta'qib qo'yinglar. Bu dunyoning diqqatini tortadigan vaqtimiz keldi. Bu normal, hozircha biz tatamig'inimiz. Men shunchalik o'yladim. Shu mening o'sha uzoq bo'lmagan YouTube bir yilim bo'lmagan shu YouTube hayotimda. Chunki biz Uyg'urlar shuni his qilganim, chunki biz Uyg'urlar bevosita ziyonkashf uchirg'uvchi bo'lg'achqa biz ko'p vaqtimizni shu jamiyat vaziyatiga sarf qilg'achqa deb o'ylayman. Biz oldida bu to'g'riliq. Masalan, shu koronavirus deydim, Xitoy virus, yo'qmi shu Xitoyning keyingi plani, shu hammani biz bu g'arb ellardan baldur bilib kelyapmiz qarindoshlar. Men mana virus degan bu inniq deb pashta yeng chiqardi, inniq bioximiyalik qurol dunyoga Xitoyning qilgan jang e'lon qilgani bu deb 100% deyamagan. Keyin izdinish orqali o'zim shu to'xtamay shu Xitoylarning ichki sirtida shu olimlarning e'lon qilgan ilmiy maqol shu bioximiya to'g'riliq. Shularni tushirib, shularni ratlab izdinish orqali men buni 20 yil burunlam buning bioximiyalik ishkanligi aniqligini men bilib bo'lgan. Ham video ishlagan shu chaqda to'rlarda bo'libmi shu Xitoylar qarshi turgani shunchaki yoqtirmagan videorimni sen ishlayotsa unda ish yo'q bu deb batta inglizlarmi ingliz so'z ichadiganlarmi meni bir xillik yo'q narsani tarqitib hikoya to'qiyotdi deb shunday qilgan. Biroq bag'an siri mana o'zlarining odamlari chiqib hamda Fox News bu newslardan shunday buni aniqlab tekshirib oxir aniqlan bo'lay deb qoldi. 100% bir olim chiqdi Hong Kongdan, bir Xitoydan o'qigan bir shu virusning ichki sirti başdan axir bo'layotgan ishlarni hamma obdan biladi-ki, shu qizol chiqib so'zlab qilgandan keyin Twitter uning numerini to'xtatib etgan bo'ldi. Undan keyin Fox News'larga chiqib tunugunning yog'i shu xabar. Ham bizlar Uyg'urlar biz ne vaqt bilamiz bu Xitoyning qo'yib etgan qurol ishkanligini. Shu chaqlardimi yana shu uqmaydiganlar, yana shu jamiyatni obdan kuzatmaganlar, bu bir kasalmiki, bular shu yavoyi yemaydigan narsalarni yeb, shaparangni yeb deb ashunda Uyg'urlarimizni vaqtda tushunganlar bo'lgan. Bu aniq bularning yasagan bio vapnisi shu vaqtiga to'g'rilasanglar Xitoyning shu hokimiyati shunchaki qildi qolgan vaqtida. Mayada Hong Kongni yig'ishtiriblarmi, mayaqda Amerika degan shunchaki tahdid qilib manchi pul to'laysan, jariman to'laysan deb da'vat qilgan vaqtlarda Xitoymi o'zi bayonot e'lon qilib, bizning bu Pandora qopni ichishga zo'rlama degandek gap qildi, tahdid qilganda, Pandora qipi degan shu birni ichib qo'ysang to'xtamaydigan bir narsa. Ashni o'ylasanglarmi shu tahdidlarni qilib bo'lib oxir buni virusni qo'yib etdi. Bizlar hamda Uyg'urlar biz bevosita ziyonkashf uchirgan inson bo'lg'achqa biz obdan bilamiz. Ham Xitoylar 70 yilning yog'i xo'rliq hayvonning kunini ko'rayotqachqa biz obdan bilamiz. Biroq haylarga işte vaqt ketdi qarindoshlar. Asta buni biz cho'qim degan maqsadimizga yetkazamiz. Ham shu taraf ketib boradi. Bu Xitoy bu Murod Lasanning bu ruhini dunyoga bildirsak bizga qilchilik ziyni yo'q qarindoshlar. Chunki bu Murod Lasan to'g'riliq biz dunyoga shu Murod Lasanning hayotida birlam tipik bir Uyg'ur. Bu bir cho'ng bir zotmi emas, bizning Ilhom To'xti akimizga o'xshash yoki boshqa olim o'limalarimizga o'xshash tutilib ketgan bizning ziyolarimizga o'xshash. Bu bir normal bir tipik bir Uyg'ur, biroq buning hayotidan qanchilgan narsaga sahip nim bo'ldi, bu guvohlik bo'ldi hisobda buning hikoyasi. Shu videosini bir yarim soat chiqdi hammasi. Shuni yig'ib kelsanglar, bu bizning boshdan qaqshavotganimiz, shu Xitoylarning bizga irqiy qirg'inchilik deymiz, shu bizni qanday yo'q qilish, bizning ayollarimizga qanday zo'rlik qo'mbuliqni ishlatayotganligi, kampni qanday ochganligi, undan keyin bu Uyg'urning zodi hayot bu turish imkoniyatining zodi qanmaganligi. Shuningga o'xshash bolalarimizning amalning yo'qida
o'lishdan bo'lsin yo akir ketishdan burun men bir ikki qiz gap qilolay deb qilyotdi. Bizlarmi mana mishaqlarda chiqyapmiz. Beka mushbeti virusdan yoki bir sababdan o'lib ketishdan burun azroq bir ovoz chiqaraylik, bir to'g'ri ishni, haqni qilaylik, qo'rqmay ish qilaylik deyapmiz. Mushlar hammasi shu bizning boshdan oyoq qilayotgan da'volarimizga isbot bo'g'isi. Unda bo'lgandan keyin yana desam yana shu hamda yana Muradilni biz dunyo sahnasiga chiqishga tirishmasak, yana buni qo'llamasak, yana bundan ruhidan biz o'zimizga kuch topmasak, hamda ishni qutqizolmaydi qarindoshlar. Men ba'zan qarindoshlarimiz haqichan zeriktirib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'xshashni ta'kidlab va buning videosi chiqsa sho'li gapga deb. Ammo Uyg'urchinimi qarindoshlar shu Muradilsan bo'lmagan bo'lsa, men balkim ingliz tili videoni ishlab boshqa so'zimmi yo'qdi. Uyg'ur qarindoshlarimga deydigan. Biroq shu Muradilsanning shu ruhidan uyg'onayli degan ish bilan boshlagan hamda shuni oxirini chiqqicha hamda to'xtamay so'zlaydigan gap qarindoshlar. Bir ishni ashunda belni bog'lab oxirini chiqarg'ich qilish kerak. Ammo hammamiz uyg'onimiz kerak. Cho'qim qo'rqmay Muradilsandek bu albatta shunday bo'lishimiz kerak, biroq uningga men kapolat qila olmayman. Uyg'ondigan odam shu vaqtimi uyg'onmaydi. Shunda bo'lsa-mi uyg'onmaydi. Biz insonlar hatto shu o'z vaqtida har xil payg'ambarlarni yog'onga chiqarib o'tgan, payg'ambarlarni qasqib o'ltirib o'tgan biz insonlar. Hamda bu Uyg'urdimi undaq odamlar chiqdi. Buningga men albatta tushunaman. Lekin qarindoshlar, sen o'zing bir shaxs, o'zingni bir o'zing hurmatliging kelsa kelgusida. Ya ballarining kelgusida seni bir mening dadam mandaq ishlarni qilgan yo'msa, ayoling seni bir hurmatlisin deysang, yo'msa ayol bo'lsa ering seni bu jasur bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Bir millat, davlat quramiz. Bu mayli Sharqiy Turkistonda, mayli Uyg'uristonda sen bir davlatning, millatning kelgusi uchun bir ish qilyapman, g'amini yo'qotman degan odam bundaq vaqtlarda biz endi yana uxlab yotsak, yana bir bisimizni shu gumon bilan qarab qilsak, bu Xitoy ishda foydalanib bizning shu bir bisimizga ishonmaydigan qo'rqinchoq mijozimizdan. Mana vatanda yana o'xshamagan fikrlar kelyapti. Men bu yerda hammasini deb жүрмейman albatta. Ularmi shu ba'zanlari deydi-ki, "Hamini o'lab ketaman. Hamini akirib ketadi" deydi. Va unda dema bu Xitoyning vaqti yomon az qoldi. Unda bo'lmasligi mumkinsa, unda umiding uzib o'tma, cho'qim g'ayrat qil, sabr qil, aqlli bo'l, zirak tut qolangni bu sabr qil bu deb qilsam nemishki undaq umidni 100% uzib yetadigan desanglar, bu ba'zan Uyg'urlarning fikrda ishlayotgan Uyg'urlarning shu butun jamiyati yo'q deganlikka kichik bolalarni akirib ketgan ayaga. Mushu biz ko'rayotgan videolar u yoq bu yoqqa yo'tkayotganlar shu bir oilni xoni vayron qilayotgan gap. Bir butun bir saq oila qolmagan gap. Bizlar mana Uyg'ur qarmaydiki Uyg'urlar talaylik Uyg'urlar deb o'ylaydi ba'zilar. Amaliyotda qarmaydiki Uyg'urlar mana bizdek mening oilam xoni vayron bo'lib ketay deb qoldi. Adam yo'ldishidan arildi, apam dadam bolasidan arilib o'zi yolg'iz yashayotdi. Bu bo'lmasmi shu virusda hammasini uylarga solab, zo'muzo dorilarni berib, ashlarning genlarini elib qilganimi o'zi yetarlik. Qarindoshlar, yetar. Hamda biz Uyg'urlar yana desak yana shu igi chiqib, vatanimizga chiqib, millatimizga chiqib, zaminimizga chiqib yashaydigan vaqtimiz keldi qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin shu Muradilning ishlarini davomlashtiramiz. Bizning guruhimizdan qo'llab berishinglarni yana tavsiya qilman, ammo sizlarning qo'llashinglarga erishishga tirishman. Bayamqidek ashtaqa podcastlar bo'lib qolsa, shundaqa sizlarga doklad qilib turman, ammo to'liq nusxasini ko'rganlar bo'lsa, bizga a'zo bo'linglar qarindoshlar. Biz sizlarga muhtoj, harjiyatdan muhtoj. Biz yolg'iz zotning ichini chiqmas deydigan gap bo'lganga o'xshash, biz yolg'iz ishim qilib olmaymiz. Bir millat bir yolg'iz bir odamdan tarkib topmaydi. Men shu boshqa haqqoniyatni, boshqa millatlarning yordami bilan quvvatimi hamda
başlagan bu işni. Ama hazırdan başlap işte Uygurlar çıkıvatıdı. U yerden, Avrupadan her xil yaş ballar, akıllar, inilar bilen paranlaşıyatdı men telefonda. Yaxşı tez çoğuyuvatıdı. Ama bizge sanaqlıq grup əzası gerek. Bizge çoğun bir net 100 min, yalnızı net 1000 adam gerek emas. Bizge 1000 adam gerek. İşip geçse. Şu 1000 insan bizgin grup kirse, şu köpereginin Uygur buluşunu xalayım. Hem çetelikler kırıvatıdı, Türkiye'den çıkıvatıdı. Her xil insanlar şu Uygur'un gıymini bizden grupa kirip, bizge əza bulup degendek aşında bulavatıdı. Ama ya da birisi paylaşsa aşında haber çıkıdı. Qendaşlar. Çöştüp etken bolsa keçiringlar. Aşındaq nurgun adamlar bizni qollavatıdı qeyrindaşlar. Qollavatqan qıtışlıq. Bizge əza bulavatıdı. Menen hem de Uygur men bolğandan keyin Uygurlarımdan köperek adam çıkışını xalayım. Hem de elbette hazırca Uygurlarımızın sanı yeterlik, biroq ming a'zogacha biz to'plab shunda guruhni yo'qotishga tirishimiz, ming odamning ko'pinchisi Uyg'ur bo'lishini xohlayman qarindoshlar. Bu mening deydiganim. Bu hammamizga foydali. O'zinglar uda o'ylansanglar. Ammo bu biz o'zimizning shu qanki o'zimiz qilib, o'zimiz kuchayib qilsak, xalqaradimi, yaxshiroq ta'siri bo'ladi. Hozir men shu men guruhimda inglizcha maqolalarni yozib, bu qilayotganlar hammasi chet elliklar, shu Amerikalik, undan keyin ba'zilari Yevropalik degandek. Ular qo'llab quvvatadi. Ularning majburiyati emas qarindoshlar. Ularning majburiyati emas, ular qo'llab, milini, vaqtini ajratib, shunda bizga a'zo bo'lib, biz bilan guruh bo'lib quvvatadi. Ammo Uyg'urlarimizda ko'plab chiqib bizga qo'llashini, ya'misa bizga maslahat berib, biz bilan guruh bo'lib bizga maslahat bersa, iqtidor bo'lsa bizga maslahat berishini umid qilaman. Har qanday bir qarindoshimiz kelsa, o'zligimdan telefon qilib, "Sening qanday yaxshi takliflaring bor?" deb so'rab quvvataman. Ba'zilari bergan bo'ldi. Ashlarni quvvatimiz qarindoshlar. Shu, hamda bu asli men bunda bir jurnalist, bunda bir so'zlab yuradigan bir planim azaldan yo'qdi. Asta-asta mishaga qistab keldi qarindoshlar. Hamda shu vaqt keldi. Butun dunyoda har qanday bir azroq qilishlaydigan, ya'msiz vaziyat kuzatgan, ya'msiz azroq siyosiy ong bor bir insondan, "Senancha Xitoyning qancha vaqti qoldi?" desa, men anglığım işip ketsa 3 yil deydi. İşip ketsa 3 yil. Bo'lmasa har vaqt bo'lib qilishi mumkin qarindoshlar. Shu vaqtgacha sen nima ish qilib beralading? Shuni biz bilmasak egimiz bo'ladi. Ammo egimizdan qo'rqmasang, unda olsa atugim sen mening vatanga qaytib qilg'in bordi. Vatan qaytishni burun sen qaytib qolsang, xalqimiz to'rt ko'zi bilan bizni qarshilab aqchan qiladi. U chaqda sen nima ish qilib beralading? Men degan savol qo'yiladi hammamizga. Biz hozir bir-birimizla baslashib qilgan vaqtimiz keldi. Manda Uyg'urlar manda ish qilib beribdi. Men meni qilib beray. Manda ish qilibdi. Men meni qilay. U bo'lmasa bu axborotdan yordam qilibdi. Uyg'urlarning ovozini chiqaribdi. Unda olsa men ma yo'ldan qilay, faoliyatlarni men namoyishga men chiqay. U bu deb baslashib qilgan vaqtimiz keldi qarindoshlar. Vaqtimizni kim uzoq ajrasa shu xalqimizning ko'proq duosiga erishidi, ham ishlari texim olg'a bosadi. Shunda o'g'andan keyin kuchayli qarindoshlar har tarafdan bu yerdagi boshqa narsalarni qo'yib tashlab, ba'zan u talash tortish degan bo'lib turadi. Yana bir ish bor, men tunugun kallam kirib sal kayfiyatimni buzib oldim. Azroq biroq deymaymi, chunki demay desam bu bir haqiqiy bir bo'lgan ish. Hamda men uni isbotlab chiqarib bersam bo'ladi. U nima bo'ldi desanglar, tunugun bir menda shu, men o'zim Uyg'ur Türk bo'lish sifatim bilan men shu Türk Uyg'ur bo'lganimda shunda faxrlanman, chunki bizning millatning bir ruhi, shunda qo'rqmas, qahramon bir millat, qahramon bir ulus. Batur ham aqlli, ham saltanat yaratgan, ham dindimi, ham ilmdimi bo'lgan, shunda bir millat, ham o'zimizdan shunda faxrlanman. Shunda olgandan keyin men nurg'un aloqa Türk
Türklerning gruplarga, mesela bütün Türk Turanizm, shundaq gruplarda bamdi. Türkler bo'lsam gapimizni tushungandan keyin ular nima deyishadi deb shunday qildim. Bir narsaga, yana bir tarixchi, bir og'inimiz bir nim chiqiribdi, Uyg'urlarning o bu deb, undan keyin men Uyg'uriston o bu deb yozibdim, işte men dedimmi, shunday bir deb men işte Uyg'uriston o bu deb yozdim. Uni yozsam bir vaqtida bu bir skopa rasmini chiqarmabdi. O'zining rasmi emas, yaqin bir artistlarning rasmini chiqarib, yo'qli bir ismni qo'yibdi. Undan keyin inglizcha menga Sharq Turkiston deyishing kerak deb. Sharq Turkiston desang yaxshi bo'ldi deb. Shundan keyin men nimishga dedim desam, bu yana shu nima deydi desanglar, men Anatoliyalik Turkka. Bu Turkiy Sharq Turkistonda 5 xil turk millat yashaydi-ku. Bizning oti bularimiz xatolashib Sharq Turkiston degashga, biz bu seni oti buvan işte degan, shunlashqa sen deyishing kerak deydi. Men tarixning gapini qilmayapman, shu xatolashgan oti bularimizning da'dida biz shunda bu kun qavatimiz. Biz yo'qni baqilmiz, bir millat to'p qudrat tepib, undan keyin turk millatiga bir ish qilib berish uchun biz cho'qim bir o'zimizning davlati bo'lish kerak deb inglizcha munozirlashib qildim. İki kız gapdan keyin o gapni beramaydi, chunki bu ahmaydigan bir o'zim Uyg'ur emasga, Anatoliya Uyg'uristonga berib dastlab ahmagan bir turkka. Shuninglar ikki qiz gap bilan meni boshqalar qo'llagan bo'ldi, to'g'ri deysan deb, hatto shu turkizmdagi, shu turanizmdagi odamlarmi işte deb ketdi. Shuninglar tugdi debdi. Men oxirida bu mening rasmimni, biz bilan paranglashgan rasmni kesib chiqirib, inglizcha yana bir narsa chiqirib tushdan keyin bo'lganda. O nima deydi desanglar, men inglizcha debdi. Men yaqinda nurg'un Sharq Turkistonchilar bilan paranglashdim. Ya Uyg'uristonchilar bilan paranglashdim debdi. Ondan keyin bular ko'pinchisi Amerikadagi. Men bularning cho'qim oq teriki Amerikaliklar deb o'ylayman, gumon qilman, tushunman deb yozib qo'yibdi. O'zining ismini chiqarishni xohlamagan bir Anatoliyalik turk. Bizning vatanning ismini men bilan talishib qo'yatdi. Bir Uyg'ur bo'lsa mayli, sening to'g'ri biz paranglashmayli deyman. Avu vatta bizning Uyg'uristonga dastlab baqmagan bir Anatoliyalik turkka. Undan keyin uning ostiga boshqa shu turanizmlar, voy, u degan bizning O'g'izning bu. Biz degan, u yerda degan 5 xil millat yashaydi, o bu deb. Qaysi bir turk millatda bir xil turk yashaydi? Qozog'istonda hamma turk yashaydi, O'zbekistonda hamma turk yashaydi, Turkmanistonda har xil turk yashaydi. Sen nimishga bunday qilsan? Azroq mulozalashgan bo'ldi. Mana bu qarindoshlar, biz Uyg'uriston desam men, shunday Uyg'ur olmaganlarni titan tomirig'imi tegdi ekanmiz. Ularning nima qiba? Men dedim, sen vatanda yashab baqmasan, sen o'zingni nimishki sen uncha kuchab ketsa Uyg'urlar qo'yibpa, o'zlari tanlaydi desam degan ashda qilib ketdi. Mana bizning dushmanimiz qarindoshlar, aniq bilib qalimizni ishiltib yashaylik qarindoshlar. Bizning shu ziminga, boy ziminimizga ko'z tikayotgan bizning nimamizga nurg'un millatlar ko'z tikib yetibdi, o'zimizning qarindoshlari, Turkistonchilar, halqa boshqa millatdan, boshqa turklardan, bizning millatga, vatanga dastlab baqmaganlardan. Mana bu atgan ish. Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, men unda talash-tashishni qilmaydim. O sening nima haqqing bor bizning ziminning kelgusi uchun boshqa turdigan, unda o'ylab ketmasan, belki Turkistonchi bo'lib ketsan, boshqa qurilib bo'lgan Qozog'iston, Turkiyalarni, G'arbiy Turkiston, Shimol Turkiston deb degan, undan keyin biz mayaqdan birlashib qilishga tayyor bo'lsak mayli-te, lekin sen bundan deb ochig'ini keltirib qo'ydi. Shu kallamda singib qolibdi-ku, shunashqa bu men da'vatima. Uyg'urlarimiz desa mayli, Uyg'urlarimiz o'zining zimini, o'zimizdan ashta degisi kelsa, Uyg'ur Republic Sharq Turkistondamdi, yo Uyg'uristondamdi, yo Sharq Turkistonda o'zining ishi qilsa, bizning ishimiz bu. Shuni bildirib qo'yish maqsadim. Sen bir Uyg'ur maydonga mushlab, bu mening ziminim, bu ismni biz qo'yamiz deyishing kerak. Bu
faqat mening xohlaydiganim. İyigi chiqayli, davlat qurimiz deydiganmiz, vatanni ozod qilamiz deydiganmiz. Sen az zimin meningki deyalishing kerak boshda. U zimin hamma turkninki desang, bu yerda men oxirgi tinigimgacha kurash qilaman. Shu ziminni Uyg'urning hokimiyati, Uyg'urning tili, Uyg'urning hurligi bilan bir davlat bo'lish uchun. Boshqa turklar ashundaq qilsa, yana bizni izdisi bo'ladi. Mulozirlashamdoq, mushta streamda debate, mushta paranlashamdoq vaqt kelganda qilsaq bo'ladi. Ammo vatanni u boshqa anasimi, dadisimi yashab boqmagan, u boshqa yerdagi, u boshqa ellardagi turklarga unda setib etmaymiz, u berib etmaymiz. Unda olgandan keyin o zamanğa egi chiqib erkakdak, bu degan Uyg'urning zimini, mana tarix mayada. Sen Uyg'urga chaqchaq qilmamdi, buningdan keyin biz ko'zimizdan hozir ko'zimiz qizil bo'lib bo'ldi. Sen aldimizni to'sima deydigan vaqtimiz keldi. Boshqa qarindoshlarga o'zimiz ko'ryapmiz, qarindoshchilik qanchalik bo'layotdi. Unda bo'lgandan keyin men yerda tuyuqsizdan bu gapni qilib qoldim. Shu deymi deb qarsam, qilballar barkan to'q shuni davatimi. Bizning ziminimizni hargiz bu boshqa millatlar bilan tang yashaymiz, lekin boshqa millatlar hammamizning zimini deydigan gap yo'q. Uyg'urning zimini ismi cho'qim Uyg'urning bo'lishi kerak. Uyg'ur qo'yish kerak. Buni mening shaxsiy tushanchamda ham deb qo'yay. Cho'qim Uyg'urning ismi bilan bir davlat qurilishi kerak. Pek jo'grafiyalik o'rni qetib kelib kelsa, u jo'grafiyalik o'rni o'zgartib olmaydi. O yer sharda ashunda tug'an Turkiston, butun turk millat cho'ng bir davlat bo'ldigan bo'lsa, biz shu sharqiy tarafida, o sharqiy Turkiston. Ammo uni sen ism qo'yib, bu yerda Shimoliy Turkiston, G'arbiy Turkiston degan ism bo'lmagandan keyin biz unda deyishimiz mencha aqlga singmaydi. Uyg'ur Republic of Sharq Turkiston deyalisang-da, Uyg'urning qitib olmaydi desang mayli, biroq Uyg'urning ismini chiqarib o'tamiz desak, bu yerda nurg'un yoshlarimiz cho'qim unmaydi. Men nurg'un paranglashdi, menmi men telefon qildi. Sharq Turkiston deydiganlar, menmi oyaqda deb paranglashma. Ular deydi-ki, men qo'llayman. Uyg'uriston degan asli Uyg'uriston bo'lishi kerak. Lekin bu da'voga kirma, u bu deyman da'voga kirganim yo'q. Ammo chet elliklar, boshqa millatlar qo'pib, u bizning zimin, hamma turkning zimini desa, men sana hamma turk zimini deb ishga ichib berdigan, hamda vatanning ishigini boshqa bir Uyg'urdan sirtqi millatga ichib berdigan Uyg'ur yo'q buningdan keyin. Kim kirsa kel deb yo'l mimon bo'l deb to'yiga chiqarib qo'yib, o'zimiz bo'soqda o'tirdigan Uyg'ur yo'q hamda buningdan keyin. Şoňlaşqa men oýgynayly dawatyma. Özümüz mülazim, özümüz demokratik usulda bilet taşlap çıkasak o ayrım, lekin bu yerda başqa milletler, Xitay olamdı, Türk olamdı, başqa milletler bu yerda bizning gemimizni yap, bizga ism qo'yib bermoqchi bo'lsa, oxirgi tiniq qicha kurash qilamiz. Mishik deb qo'yay. Hukumat nurg'un organ, nurg'un bizning nalardan yordamlar keladi. To'g'ri yerdan kelsin, ammo Xitoydan pul olib chiqayotganlar bo'lsa, uni cho'qim vaqt kelganda yana jimiqtimisa olmaydi, chiqamisa olmaydi, isbot bilan xalqqa bildatmasa olmaydi. Ashundaq organ chiqib Xitoydan pul olib chiqayotganlar bo'lsa, biz cho'qim qarshi turamizki, bundan keyin biz Xitoy bilan parang qildigan hech nimamiz yo'q. Paranglashadigan hech qanday so'zimiz yo'q. Chunki biz bular bilan bir yashab boqmagan, yashab to'ygan, o'ygan bir millat.
Hamsa yana bu yer qopab, bular o'zgaribdi, bular yaxshiga, bular bilan paranglashib, yana biz davlatimizni quraylik, mushlarning olqishiga erishib, mushlarning yordamiga erishmasak bo'lmaydi deydigan xiyollikki inqilobchilarga. Deydiganim u xiyol unutib ket. Jet davrayam dema qo'rqmay chiqdi. Men ba'zan tiimlarda, ba'zanlar dema deydi. Demasang sen dema, men deyman. Bizlar jonni alqan o'qib ishni qilyapmiz, ota-onamiz jonni alqan o'qib ish qilyapmiz. Bu davrimiz kessak kettoq. Ammo haqni so'zlab millat uchun bir azroq bo'lsin bir foyda yetkazishning g'imi shu. Unda o'g'andan keyin ba'zan tiyimga kirma, o'da kiyim kirma, bu kirma dedim. Men o'zim. Men nima xohlasam shuni deyman. Kayfiyatim nima to'shish shuni deyman. Bu o'zimning shaxsiy qonuni. Unda o'g'andan keyin albatta to'g'ri cho'nglarning gapiga hurmatlab, to'g'ri bo'lsa anglab qilamiz, biroq o'zi qo'rqib qilamagan ishni menimi biznimi qilmasin deydiganlar bor. Qilamagan ishni qilamisin deydiganlar bor. Kunda menda hozir necha odam bilan paranglashib, shunda qilyapman, shuni his qildim. Yana ag'inlar chiqyapti, cho'nglar har xil telefon qilyapti, ba'zanlari ismini chiqarmay, o'zining kimligini bildirtmay. Kimligini bildirtmay, menga telefon qilib, shunda yo'q bir gaplarni qilib qo'ydi. Men undaqlarga hal deb qo'yma. Ama biz o'zimiz shashtiraylik qarindoshlar. Menga bir ish bo'ldi, men dedimmi demadim bu hikoyani. Bir qarindishimiz gapirdi, nima deydi desanglar, yaxshi ko'ngli bilan. Mening bir xristian amerikalik og'inlarim do'stimiz bor, bular bir film ishlab, shu Xitoy bilan Uyg'urlarning shu munosabatini yaxshilaydiganga, shu tugulni yeyishdiganga, ikki millatning orasidagi o'chmanlikni azaltadiganqa bir film ishlab, Xitoy tilida shunday bir tashviqot qilib, dialog shaklda bo'lsa, shunday bir ikki millat yaxshilansa, amal borliqqa bir-birini tushunib, keyin yaxshi yashasa deb. Men dedim, Xitoymi? Xitoy tilida chiqaram dedim. Unda bo'lsa, u film ishlaguvchilarning oxirgi nishoni nimaki? Uyg'ur mustaqillikmi yo shu Xitoy bilan dialog bo'lib, yana shu Xitoyning bir parchasi bo'lib Xinjianggo deydiganning Xinjiang davlati qurdiganlarning birisimi? Ya bo'lmasa Xinjiang Jungo federal deganlarning birisimi? deb iniq so'radim. Agar Uyg'ur mustaqillik, Uyg'ur Xitoyda butunlay parchalab munosabatni o'zib o'z oldiga bir davlat bo'lish kerak deydigan yeri bo'lsa, men o'ylash baqaman. Ammo uningga aka-meka desa, bir sekund vaqtim yo'q. Men Xitoy tilini balki men birinchi eng suvdek biladigan tilim Xitoy bo'lsa, men bir yig'iz Xitoy so'zligim yo'q hozircha dedim. Men bu Xitoylarga bu millat hozir tayyor bo'lgan bo'lsa dialogga, Ilham To'xta akimizning ajab ashunchalik cho'ng bir olimimizning degan gapini ajab qo'llab, beshida ko'tarib, tarqitib qilgan bir Xitoy ko'midiq biz. Balkim 1% ga yetmaydigan butun Jungo bo'yicha bir bir Xitoy chiqammi, chiqmasmi? O 14 million, ya 1.4 billion Xitoyning orasida nima u? Unda bo'lgandiki, bular bilan aloqani uzib jiroq turish kerak hozirdan boshlab. Sening ishing bu o'zing bilan bo'ladi. Bu Uyg'ur o'zing o'zligingdan qo'psang davlatni qura olaysan. Hargiz sen birisi bilan bir yordam tayinib bu ishlarga meningcha ancha aralashqim yo'q dedim. Shunlashqa, unda sizning deganingiz to'g'ri bo'ldi, unda olsa dedi. Men u filmni Xitoycha ishlab, uni tarqitishga men hech qanday kuch qo'shqim yo'q dedim. Shuni anglashda tugdek qarindoshlar. Shu bu degan gap chiqib ketdi. Ammo yurak so'zim
Onu qilma, bunu qilma deydiganlar bor. Ama bugün yani şu Şarkı Türkistan, bu Uyg'uriston dedi. Ama Uyg'ur qarindishim nima desa, o'tirib bir stol kelib, yani şu biz vatanni birlik quramiz. Boshqa millatlar kelib bizga uni qil, buni qil desa, sakrab qopayli deyapman qarindoshlar. O'zimizdan kim bilan haqiqiy qarindosh ekanligimizni obdan tonib yetaylik. Uyg'ur faqat Uyg'ur bilan qarindosh, Uyg'urning do'sti qanchalikligini bu irqiy qirg'inchilik jarayonida his qilishimiz kerak, uyg'onishimiz kerak, kallamizni silkib etib, hamda buningdan keyin ish tutishimiz kerak qarindoshlar. Qarindoshlarimiz qarindosh, ammo sen shunga manfaat yetkazib, tang o'rinda tura olsan qarindosh bo'ladi. Başqa Türk elleri. Ama sen yiyishqanda emas, o'zing g'ajab to'xtamay ashunda o'zimizga o'zimiz ishonmay bir ishlarni qilib yursak, vatanni yana bir tatqizib qo'yamiz, buda tatqizib qo'ysak, bu dunyo azobini tatib qilishimiz mumkin qarindoshlar. Bo'ldi, qolgan gapni yana keyin paranshayli. Tarqitib qo'yinglar. Bizning Murad Lasanning ishini to'xtamay Twitter bilamdi, shu Facebooklar tarqitib, bo'libmi petition 200 gün bormi deyazib qarindoshlar. Bizning maqsadimiz 100 ming apirimiz ishimiz, biroq hamda shuningga qanchalik Uyg'ur qanchalik kuch chiqarib beradi. Hozir Uyg'ur shu ara 200 ning ichidagi shu bilet tashlaganlarni shu ko'pincha Uyg'urmiki deyma, Uyg'urimiz uningdan jiq. Ama Murad Lasanning ishini biz o'zimizning ishi, o'zimizning faxri deb o'ylagan bo'lsak, cho'qim buningdan jiq bo'lishi kerak. Davomlashtiraylik qarindoshlar. Oxirini chiqiraylik. Xudoyim buyursa. Qolgan gap yana paranshaylik. Salom kappagininglarga, anglab berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bo'ldi qarindoshlar. Allohga omonat. Sizlar kelar sonda ko'rishaylik.